darsimizni davom ettiramiz. Tak, endi hop. Endi bu qolgan yillarni qo'shib chiqishimiz kerak. Birinchi bo'lib 23-yil, 21-yil, 19, 18, 17, 16 qo'shib chiqamiz. Hop. Qanday qo'shib chiqsak bo'ladi? Bizda koeffitsiyentlarimiz bor. Har yilga o'sish koeffitsiyenti bor. Mana 2 yilga o'sish koeffitsiyentlarimiz bor. Shu koeffitsiyentlardan hisoblab chiqaramiz matematik tahlil qilib. Xo'p. Birinchi bo'lib 2023-yil hisob chiqaramiz. Tak, shunaqa. Xo'p, uni qanday hisoblaymiz? 2024-yilda ma'lumotlar bor bizda, to'g'rimi? Va 2024-yilda o'sish koeffitsiyenti bor. Bu 2 yillik o'sish koeffitsiyenti, uni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, demak 1 yillik o'sish koeffitsiyenti bo'ladi. O'sha 1 yillik o'sish koeffitsiyentiga ko'paytirib 1 yil oldingi qiymatni olsak bo'ladi. Hop, kelinglar hisoblab ko'ramiz. df hop 2024, to'g'rimi? 2024 population shuni ko'paytiramiz. Hop, year change va bu 2 yillik bo'lgani uchun buni 0.5 ga ko'paytirsak, ya'ni 1/2 ko'paytiradigan bo'lsak, yarmiga 1 yillik qiymat kelib chiqadi. Hop, df ni ko'ramiz, chiqqan natijani. Tak. Chiqqan natijamiz 2023-yilda mana chiqdi natijamiz. Tak, 6 61. Tak. Aha. 23 bo'lishi uchun bunga uni ko'paytirsak yana 1 yil qo'shilgan bo'ladi. Ya'ni 25-yilga kelib chiqadi. Mana bu 2025 bo'lib chiqib bo'ladi shunda. Xo'p, endi mana 25-yil bo'ladigan bo'lsa, tak. Hikmat 23-yil bo'lishi uchun demak 24 dan ayirishimiz kerak chiqqan natijani. To'g'rimi? Hop. Chiqqan natijadan 24 ni ayirishimiz kerak. Hop, ko'rib olamiz chiqqan natijani. Tak. N darajasi 7, ya'ni bundan keyin 7 0 bo'lgan, bu 61 bo'ladi, to'g'rimi? Tak, 61 bo'ladi. 42 millionda. Hop. Tak. O'sish koeffitsiyenti 2 edi. 2 ga bo'ladigan bo'lsak 1.4% bo'ladi. 1.4% bo'ladigan bo'lsa 42 million 1.4% 60 million bo'ladi. To'g'ri. Xo'p. Endi matematikani bir o'qishimiz to'g'ri keladi. Qaranglar. Agar 2024-yil to'g'rimi? 100% o'sgani bilan birga 2023-yilda topadigan bo'lsak, demak 2023-yilda 100 ga ko'paytirib yoki foiz bo'ladigan bo'lsa, buni o'sha foizdagi nimani ayirishimiz kerak. Ko'paygan foizni ayirishimiz kerak. Tushunarli. Tak, demak, endi
23 yil topshirishimiz uchun hop 24-yildan ayiramiz. To'g'rimi? 24-yildan ayiramiz. Hop 24-yildan ayiramiz. Hop. Bunu 25-yil chiqdi. 1% qo'shdik, 1% ayirsak. Tak. Tak, shundan ayiramiz. 2024-yilda, to'g'rimi? Hop. 2024-yil qiymatini ayirsak. Tak, 2024-yil qiymatini ayirsak. Keyin matematika bo'yicha bitta ishlab olaylik. Hop. Tak, 2024-yilda aholi soni bor. O'sish koeffitsiyenti bor. 23-yilda topishimiz uchun nima qilishimiz kerak? O'sha koeffitsiyentni o'sish koeffitsiyentini bunga ko'paytirsak, 25-yil kelib chiqadi, to'g'rimi? 23-yil chiqishi uchun shu koeffitsiyentga bo'lishimiz kerak yoki shu koeffitsiyentni ayirib ko'paytirishimiz kerak. Tushunarli? Mana o'zi 100% bu. Shu 100% ichida mana bu o'sish koeffitsiyenti ham bor ichida. Demak, uni oldingi qiymatini topishimiz uchun demak mana bu x koeffitsiyentni ko'paytirib 100 dan ayirishimiz kerak. Tushunarli? Xo'p, 23-yil topmoqchi bo'lsak, mana bu koeffitsiyentimiz bor. To'g'rimi? Mana shu koeffitsiyentimiz bor. 100 dan shu koeffitsiyentimizni ayiramiz va o'shanga ko'paytiramiz. Shu koeffitsiyentimizni 100 dan ayiramiz, o'shanga ko'paytiramiz va chiqqan natijani 100 ga bo'lamiz. Bu foizda, to'g'rimi? Foizda. Xo'p. Chiqqan natijani 100 ga bo'ladigan bo'lsa, 2023-yilda xos kelib chiqadi. Xo'p. Tushunarli. Xoslarni qo'yishga xato yo'l qo'yaman. Tak, tushunarli bo'ldi. Xo'p, endi ko'ramiz natijasini. Tak, 23-yilda 42 million 300 ming. Tak, 42 million 600 ming. Demak, to'g'ri. 23 yil to'g'ri hisobladik. Xuddi shunday tartibda boshqa yillarni ham hisoblab olamiz. Xo'p, qaraylik. Endi kechirasizlar. Dog'cha olib kelishdi, o'zim tutib olmadim. Hop. 21-yil hisoblaymiz. Buni oddiy usuli bor. 20-yillik koeffitsiyentni просто ko'paytirib qo'ysak ham bo'ladi, mayli. Xo'p. 25-yilni hisobladik. Men ortiqchadan 60 yil deyaplar. Oson yo'ldan ketamiz. Tak, 21-yil hisoblashimiz kerak. 22, 22 Xo'p. Buni nima qilamiz? 20-yildagi aholiga 20-yildagi koeffitsiyentni ko'paytiramiz. Shunda 21-yil qiymat kelib chiqadi. Tak, 23
Hop. 25, 21'da 23'te hisobladik. Hop, qaysi yilda qoldi? Hop, qaysi yilda qoldi? 19, 18, 17, 16, 15 xuddi shunaqa ketadi. Tak. Endi hop 23. Tak, bu 23 edi. Buni ishlatganimiz yo'q. Demak, pastga olsak bo'ladi, o'jasak bo'ladi. Okey. Hop. Tak. Qaraylar. 2019-yil, 2019-yilda 2020-yil protsentini ayirsak bo'ladi. Demak, 2020-yilda 100 minus protsentini ayirsak, demak 2019-yil kelib chiqadi. 20-yildan 100% deb olamiz va uni 20-yildagi prosent bilan ayiramiz. Va 2019-yil kelib chiqadi. Xuddi shuni 18-yilni ham hisoblaymiz. 18-yilni hisoblaganda 2 ga bo'lishimiz shart emas, chunki 2 yillik raznica bilan hisoblaymiz. Mana bu 0.5 ko'paytirishimiz shart emas. Tak, 2018 hisobladik. Hop, 2017-yil hisoblaymiz. 2017-yil hisoblaymiz. Hop, 2017-yil hisoblashimiz uchun endi buni 3 yil hisoblashimizga to'g'ri keladi, to'g'rimi? 2017-yil hisoblash uchun. Bizda 2 yillik koeffitsient bor. Shu koeffitsiyentimizni 3 ga ko'paytirib 2 ga bo'lsak, demak 1,5 ga ko'paytirsak, ya'ni 3 yillik koeffitsient kelib chiqadi. Hop, 3 yillik koeffitsiyentni ayiramiz. Hop, 2017-yil bor. Hop, 2016-yil yaqinroq bo'lishi uchun 2015 dan olamiz. Tak. 2016-yil. Demak, mana bu yerda 2015 dan olamiz. 2015 ga shu 2015 da koeffitsiyentini ko'paytiramiz. Albatta yarmi. Tak. Oy, aha, to'g'ri. Def chiqaradigan bo'lsak, juda ko'p yillarimiz chiqdi buni. Tak, 16-yil, 17, 18. Xullas ancha yil chiqdi. Endi ancha yilimiz chiqib qoldi. Endi kerakli usullarni qoldiramiz. Hop, kerakli usullarni olib tashlaymiz. Hop, buni qaysi usullar kerak emas? Hop, qaysi usullarimiz kerak emas? Bizga kerak bo'lmagan usullarimizni hozir ko'rib chiqamiz. Tak, country, capital, content, to'g'rimi? Kerak emas. Rang ham kerak emas. Rangni ham olib tashlaymiz. Hop, rang kerak emas, to'g'rimi? Territory kerak emas. Capital kerak emas. Continent kerak emas. Hop, yana nima kerak emas? Hop, populyatsiyalar hammasi kerak. SSH tursin, bu ham kerak bo'ladi. Hop, kelinglar, ana columns degan metodni ishlatamiz. Def columns. Mana shuni tanlab olamiz. Hop, metr kvadrati tursin, destination, grow rate, world population percentage, mancha kerak emas bu. Hop, bular kerak emas. Okey. Nima uchunligini aytaman. Tak. Bular faqat yillarni hisoblash uchun kerak edi. Hop, bo'ldi.
o'chiramiz. O'chirdik. Endi df chiqaramiz. Demak, bizga kerakli qatorlar qoldi, ya'ni yillar qoldi va sun'iychilikda o'qishimiz kerak bo'lgan ustunlar, qatorlar qoldi. Xo'p. Aslida bular ham kerak emas edi. Xo'p, kelinglar, o'chirib qo'ya qo'yaylik. Xo'p. Area. Aholiga bog'liq qiymatlari bor, lekin hozir bizga unchalik muhim emas. Xo'p. Feedni chiqaramiz. Bo'ldi. Bizga kerak bo'lgan ustunlar qoldi. Tak. 22, 25. Qolgan ustunlarchi. Ay. Yangilatgan ustunlarimizni o'chiramiz-ku. Tak, mana bularni o'chirmasligimiz kerak edi. Endi bu uchun nima qilishimiz kerak? Modelimizni qayta o'qitib olamiz. Ya'ni qayta play bosib olamiz. Shunaqa holatlarni oldini olish uchun o'zi aslida dfda emas, yangi frame da ishlashimiz kerak. Keyinchalik muammo bo'lmasligi uchun, mana shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun hamma qatorimizni qayta o'qib chiqamiz, qaytadan hisob-kitob qilamiz. Qiymatlarimiz o'zgarmaydi, chunki hali shunaqa random sonlarni olmadik. O'zgarishi mumkin bo'lgan sonlarni olmaganmiz hali. Xo'p. Tak. Yillarni yaratib olamiz. Yillarni. Xo'p. Okey. O'chirib oldik. Ana barcha yillarimiz bor. Bu yaxshi. Tak, endi sun'iychilikda o'qitishimiz uchun nima qilamiz? Transparent degan metod bor, ya'ni massivni teskarisiga o'girib olamiz. Kelinglar boshqa massivga olaman, yana shuni qayta o'qitmaslik uchun. Odatda saqlanib qolgan bo'ladi qilgan ishimizda. Saqlab olgan bo'ladi. Df cleaning deb olamiz. Va df'da transparentidan olamiz qiymat. Ya'ni df'da o'zgartirmasdan qiymat olamiz. Mana ustunlarda endi davlatlar qatorlarda nima? To'g'ri. Yangi ustun yaratamiz. Javob bo'ladigan ustun yaratamiz. Bu tak, yangi cleaning nima? Saqlab olsak bo'ladi. Kelinglar saqlab olaylik. Xo'p, endi saqlab olganlaringizda mana bu yerga chiqadi. Eslaringizdan chiqmasa, uni yuklab olish. Keyin Google qalab qancha vaqtdan keyin sessiyani yopadi va yuklab olmay qolasizlar. Xo'p, davom etamiz. Def cleaning, to'g'rimi? Endi bunga yangi ustun qo'shishimiz kerak. Jami yillar kesimidagi nimasi? Aholi soni. Tak. Qo'shib olamiz. Tak. Yangi ustun yaratamiz. Xo'p.
Nima deymiz buni? Populations deymiz. Populyatsiya. Hop. Qo'shib olamiz. Hamma qatorlarni qo'shib olamiz. Hop. Da, numeric only true. Ya'ni faqat raqamni sonuna qo'shamiz. Hop, ishlatamiz. Avvalgidek yangi dataset chiqarib ko'ramiz. Population bor mana. Nimagadir hammasi hammasi 0 chiqdi. Hop. Access noh ko'raylik. Tak. Hop. Biz kutgan natijani bermadi. String ustunlarimiz ham bor ekan. Qanaqa ustunimiz? Transparent qilganda hit bermaganmiz, shunga. Tushunadi. Hop, demak. Hop. Tak, info metodi bizga yordam keladi. Hop. %5 ustunimiz bor. 17 qatorimiz bor. Data frame tipi. Hammasi object tipiga o'tib ketgan ko'rdingizlar. Tushunarli. Endi bu sum ishlashi uchun birinchi buni obyektdan nimaga o'tkazishimiz kerak? Intga o'tkazib olishimiz kerak. Hop. Def cleaning. Tak, s type. Plot o'tkazib olamiz. Transparent. Hop. Transparent qilganda hozir ko'rib olaylik. Qanaqa qonunlar bor ekan. Hop. Parametrlar yo'q. Qiziq. Tak. Endi mana bu yerda biz xalaqit beradigan narsani to'g'ri olishimiz kerak mana bu yerda. Birinchi xatoda o'zi bu kolumn bo'lishi kerak edi. Bunga o'tib qolgan, shuning uchun kolumnga o'zgartiramiz. Hop, kolumn name'ni mana yozsak bo'ladi. Har safar o'zgartiramiz. Tak, kerak emas. Hop, bu keyin bo'ladi. Hop, mana bu yerga o'shani yozib chiqamiz. Tak, rename, column name. Hop, mana bu yerda a o'rniga nima deymiz? Yangi kolumn nomi, ya'ni item, to'g'rimi? Item. Str. Item. Eskisini nomi, ya'ni index, to'g'rimi? Index. Hop. Bo'ldi. Opa. Afghanistan not found in Axis. Hop. Kolum.
insert font in axis. Hop. Quyidagi kod orqali uni o'rganib oldik va div cleaning ko'ramiz. Tak. Okey. Tak. Endi so'ng qilsak bo'ladi. Tak, info metodini ko'ramiz. Mana bu kod orqali o'zgartirib olamiz ustunlarni nomlarini va endi birinchi qatorda o'chirishimiz kerak. Faqat birinchi qator. Tak, faqat birinchi qatorda o'chirishimiz kerak. Xo'p. Drop. Xo'p. Index no. Tak, index no. Restore. Va chiqaramiz. Tak, axis nol bo'lgan. Xo'p. Tak. Birinchi qatorda o'chirib olamiz. Mana bu kod bilan va biz xohlagan ko'rinishga keldi. Hop. Yaxshi. Davom etamiz. Populyatsiyani yozib olamiz. Hop. Ma'lumot chiqaramiz. Haqiqatan ham mana qo'shdi. 8 milliard, 7 milliard. Xullas, oshib borish tartibida yozdi. Tak, nan degan qatorimiz qolibdi. Tak. Drop. Na metodini. Drop na metodidan foydalanamiz. Hop. Yaxshi. Hammasini o'chirib oldi. Tak, biz qaysi usulligini aytmadik. Hop. Okey. Tak, transparent qilib olamiz. Hop. Chiqarib olamiz. Yangilab olamiz. Hop, endi nan qatori yo'q. Yaxshi. Hop, yangilab oldik. Hop, mana biz xohlagan ko'rinishga keldi. Endi sun'iy intellektni o'qitsak ham bo'ladi. Hop, x, y larni belgilab olamiz birinchi. Tak, x qiymatlarimiz nimaga teng? Div cleaning ustunidan population olib tassak hammasiga teng. Y qiymamiz population o'ziga teng. Okey. Endi har xilcha modelni o'qitib ko'ramiz. Tak. Logistika regressiyani o'qitib ko'ramiz. Trend splitga bo'lishimiz shart emas. 100% hamma ma'lumotni olamiz. Hop, logistika regressiyani o'qitib ko'ramiz. Qiymatlarni solishtiramiz. Tak. Logistika regressiya model yaratib olamiz. Hop. Qiymatlarni berib chiqsak bo'ladi, shart emas. Tak, model yaratib oldik. Tak, endi shu modelni
o'qitamiz. Fit, to'g'rimi? O'qita olamiz. X va Y qiymatlarga o'qita olamiz. Xo'p, kelaylik, ko'raylikchi x ga nima qiymatlar bor ekan. X da shu biz xohlagan qiymatlar. Y da biz xohlagan qiymatlar. Okey. Xo'p, muammo nimada? Bu metodimiz yaxshi qilolmasgan regressiya, ya'ni bu yerda faqat sonlar-ku. Kelaylik, boshqacharoq modellardan foydalanib ko'ramiz. Bu yerda random forest metod, bu yerda svg metodi. Random forest metodi ham yaxshi natija berishi kerak. Random forest regressiya qilamiz. Tak, topib olamiz. Tak. Hop. Okey. Yuklab olishimiz kerak birinchi bo'lib. Hop. Hop. From import. Okey. Tak, random forest modelni yuklab olamiz. Tak, random forest modelni o'qitamiz. O'qitib oldik. Menda prediction olsak ham bo'ladi. Prediction olsin uchun test range kerak bo'ladi. Okey. Test range metodlarini shuncha shovqinlarga qaramasdan harakat qilyapmiz yozishga. Kechirasizlar shovqinlar uchun. Hop. Davom etamiz. Tak, test range metodi kerak bizga. Kelaylik, test range bo'lib olaylik. Tak. Test range metodiga bo'la olamiz. X train, X test, Y train, Y test. Hop. X, Y'larni bo'la olamiz. Okey. X trainni ko'ramiz, bor. Yaxshi. Endi predict olsak bo'ladi modeldan. Xo'p, predict olish uchun nima qilamiz? Hop, predict deymiz. Test bo'yicha predict olamiz. Endi skorlarni tekshirsak bo'ladi. Hop, accuracy'ni ko'ramiz. Tak. Metrika ichida ekan. Accuracy'ni yuklab olamiz. Hop. Bu uchun tak, from metrika ichidan import accuracy score metrikasi. Okey. Endi buni ishlasak bo'ladi. Tak, accuracy. Hop. Test natijalarini oldik. Endi testda Y testda natijalarini berishimiz kerak. Hop. Ko'ramiz. Tak, nimalarni berishimiz kerak ekan? To'g'ri javoblar va predictionlar. Tak, birinchi to'g'ri javoblarni berishimiz kerak. Mana to'g'ri javoblarimiz va prediction berishimiz kerak. Mana predictionimiz.
Так. Hop. Tak, şu modelni o'zini ham skorni chiqarsak bo'ladimi? Hop. Bir xil formatga ketishga harakat qilamiz. Tak. Okey. Yaxshi. Tak, Y testni ham xuddi shunaqa qilamiz. Kelasi inventoryga ketamiz. Accuracy. Demak, okey. Tak, endi biza sun'iy intellektimizga tak. Darsimiz cho'zilmasin, keyingi darslarga davom ettiramiz. Sun'iy intellektni o'qitishni, baholashni.